Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. 100 kun ichida 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni 25-kuni Xudo xolasa bugun ham take profit olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam savdoni boshlaymiz. Mana Xudo xolasa savdoni boshlayapmiz. Ko'rgan bo'lsanglar, o'tgan safar Bitcoin'da 21 dollarmi, 20 dollarmi ishladik. Bugun ham Xudo xolasa shunaqa savdo qilishga harakat qilamiz. Prosta sizlar kuzatib tursanglar, inshaalloh zo'r natija qilamiz. O'tgan safar ham ko'rdinglar, foyda qildim. Uni signalini kanalimga tashladim, Telegram kanalimga. Agarda sizlar ham shunaqa aniqlikda ishlaydigan signallarni ko'rmoqchi bo'lsanglar yoki ishlamoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga o'tib olinglar. Telegram kanalim shu profilim shapkasida yoki shu video tagida mana yozib qo'yganman. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Qani bo'lsam ketdik, savdo sekin boshlayveramiz. This is Avatar. This is Avatar. Alhamdulillah, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, take profit'imni men to'g'risi uyqum keldi, 25 dollarga qo'yib qo'ydim. 25 dollar bo'ldi. Mana hozir ko'rsataman. Undan oldin Bitcoin'da savdo qilganman. Uni ham signalini gruppaga tashlagan, kanalga tashlaganman. Men 12 dollar 86 sent stop lossimni olgan. Mana risk amal qilib ishlash shu deyiladi, mana ko'ryapsizlar. Kanalga tashlaningan, mana buy entry, mana savdo atmay risk aytilingan. Va mana high use deydi, buy kiringlar deb aytilingan 21.39. Mana o'zim buy kirganman, mana take profit'im olib bergan. Hali 100% take profit olingan yo'q, mana ko'ryapsizlar, ketyapti take profit'im. Lekin xudo xolasa olishi niyat bor. Take profit'imiz 117 pips, stop lossimiz 23 pips. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, riskga amal qilganman. Alhamdulillah 12 dollar 86 sent zarar qilganman. 25 dollar 57 sent foyda qilganman va mana sof pri bilan 12 dollar 71 sent. Mana bugungi foyda maqsadim 12 dollar va men 12 dollar 71 sent topdim. Bu mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kirganman, mana chiqdim. Xudoga shukr, mana take profit oldik. Xudo xolasa har kuni take profit olyapmiz. Agarda men bilan birga savdo qilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga kiringlar, obuna bo'lib qo'yib, shu chatimizga yozsanglar, xudo xolasa inshaalloh birga savdo qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.